Linghi qishlog'ining orqasi. Va nihoyat tugadi. Ye Tiaming, 16 yosh. Mening qabrim. Menga o'xshaydi. Afsus, taqdirdan qochib qutula olmayman. Ota. Qaysi holatdan boshlanganini hech kim bilmaydi. Lekin g'alati qora naqsh Ye Olodining ko'ksida ko'rina boshlagan. 10 yil o'tgandan keyin buning egasi kuchli og'riqdan o'lishdan oldin qiy va qoni tugamaguncha zaiflashishda davom etadi. Hech qanday istisnolarsiz. Ertaga bu belgiga ro'ppa-rosa 10 yil bo'ladi. G'amgin bo'lishni o'rniga hozir o'zimni tugatish eng yaxshi tanlovdir. Jin ursin. Ota-bobolarimni hech bo'lmaganda xotinlari bo'lgan. Men hech qachon ayolga tegmaganman. Asabga tegadigan. Siz menga yana qarayapsiz. Men buni xohlamayman. Qaniydi qila olganimda. Ota. Kultivatormi? Liu Menqi, sen qocha olmaysan. Agar o'lishni xohlamasang, sen shunchaki sekin tashqariga chiq. Tashvishlanma, men senga yaxshi g'amxo'rlik qilaman. Bu yerda emas. U juda tez. Erkakning hidi. Va, ustimdan tush. Men zo'ravonlikka qarshiman. Qo'rqma. Kichik ukajonim. Bu opa sizga o'rgatishiga ruxsat ber. Bu g'ayritabiiy. Haromi? Bu yerga. Afzalliklarimga tegishga qanday jur'at qilding? Jin ursin, meni shunchaki o'ldiring. To'xtama. Nima? U qayerga ketdi? Buni tush deb aytmang. Nima? Ko'ksimdagi qora belgi qayoqqa yo'qoldi?